tomonda ekan. Qoch, egasi kelyapti. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa. Mana yana bir fayzli xo'p atxonamizga maqsad kamerani o'rnatib berdik. Mana ko'ringlar, dvigen odamni ushlaydi. Odam qaqa qarab yursa mana Egasi kelyapti. mana odamga qarab qimlab ketaveradi mana. Ko'rdinglarmi? Sifatlari juda ham a'lo darajada buni. Hop, buni katta qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Yaqinlashtirib ko'rsanglar ham bo'ladi mana hozir 12 zoomga. Hop. Bitta telefonda bo'lganim uchun qiynalmayapman hozir. Mana yaqinlashtirib ko'rsanglar bo'ladi. 3 ta kameralik, mana atxonaga chiroyli qilib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli kameralar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqishingiz mumkin. Mana ko'ringlar, sifatlari juda ham a'lo darajada. 1-2-3. Mana gapirsanglar ovozinglar ham chiqadi kamerada. Bu yerda odam gapirsa sizlar eshitaverasizlar. Kimga shunaqa sifatli kameralar kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana ekan aziz tomoshabinlar, juda ham ajoyib. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bu ishimiz Qoramozorda Chil doktoram aka. Qoramozorda Chil doktoranida mana chiroyli qilib o'rnatib berdik. Aloqa chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga.